Davom etamiz. Iroda va mehnat bilan o'tgan umr insonni nafaqat baquvvat, balki ruhan ham kuchli qiladi. Ayniqsa, xalq an'analari va milliy sport turlariga sadoqat bilan xizmat qilgan insonlar hayot yo'li doimo ibrat maktabi vazifasini bajaradi. Shunday insonlar borki, yosh ular uchun to'siq emas, aksincha tajriba va matonat ramziga aylanadi. Ana shunday hayot yo'liga ega Chavandoz Otaxon haqidagi lavhamizni tomosha qiling. Shahrisabz tumaniga qilgan safarimiz davomida Qorabayir qishlog'ilik chavandoz Ahmad Bobo Rahimov haqida eshitarkanmiz. U kishi bilan uchrashish maqsadida yo'lda davom etdik. Qarshimizdagi qorli tog'lar, bepoyon yashillikka burkangan daralar oshib dastlab Xummon qishlog'iga yetdik. Qishloq shundoq tog'lar etagida joylashgan bo'lib, bu yerlarga bahor endi bo'y ko'rsatgan, daraxtlar endi gullarga burkangan. Xummondan o'tib Qorabayir qishlog'i adirida Chavandoz boboni uchratdik. 92 yoshda mana Chavandoz bobomiz. Birovning ko'magisiz asovotga mingashayotgan Otaxonning yoshi 92 da. Bir qaraganda bunga ishonish biroz mushkuldek. Ko'p qarish bo'lgan bo'lsa, ko'p qarini shunday aytadiki, odamlar bu yetib qolsa, bizlarni sho'rimizni qistiradi deydi. Ahmad akamiz deydi. 42 yil ot ustida uloq chopgan Ahmad bobo uchun tetiklikning o'ziga xos qoidasi bor. Men mana shu yoshga kirgan bo'lsam, menga qarang, shu inson bo'lib, qistondan bir sum olib aroq ichgan inson emasman. Tushundingizmi? Bir sum olib shu menga nima bo'ladi? Meni organizm qabul qilmaydi shuni. Tushundingizmi? Organizm. Yomon odatlaringiz yo'q. Yo'q. Inson ko'p yurish kerak. Ko'p yurish kerak. Piyoda. Men sizga aytay. Shu vaqtda ham men masalan bu o'zimni aytay. Shu vaqtda ham men semiz emas edim. Shu turishimda gattayligini hozir cho'kdim. Qarichilik bu. Men qarang. Qancha piyoda yurgansiz bir kunda masalan? Yeni yurishimga qarang. Mana shu yurganman dashtlarga, qo'y boqqanman, echki boqqanman. Suyagi mehnatda qotgan bobo tog'liklarga xos vazminlik bilan so'zlardi. So'zlaganda ham dadil so'zlaydi. Nigohlariga boqib uning 92 navqiron davonni oshib o'tganiga ishongiz ham kelmay turadi. Bir kun ham bandisani ishini ko'rganim yo'q. Bir kun ham o'zim shunchaga yetdim. Otda ortalashgan, uloq ayirgan Ahmad bobo o'z davrining yengilmas chopag'oni bo'lganligi uning hikoyalarida ham bo'y ko'rsatardi. Uni yaqindan bilganlar Ahmad Chetkir davraga kirganida ko'pkari ham boshqa kunga qoldirilardi deydi allaqanday g'urur bilan. Shunday bir jarayonlar bo'lgan, bu aytmadilar. Ayrim qishloqlarga borgan paytda, shu bizning chavog'onlarimiz borgan payt ko'pkarni qoldirib, bo'ldi bu ko'pkar chopilmaydi deb biz chavog'onlar qaytgandan keyin yana ko'pkar berib yuborgan joylari bo'lgan. 92 yoshda ham qaddini tik tutib yurgan Otaxon hali ancha baquvvat, yosh chavandozlarga ustoz. Biz jilovini arang tutgan otlar hamon boboning qarshisida yuvosh tortayotgandik. Ortga qaytarganmiz Otaxonning ibratli umr yo'li hali uzoq vaqt davomida Qorabayirliklar uchun namuna bo'lishini angladik.